Bugun ham oramizda giyohvandlik moddalarini xonadonida yetishtirib, mazkur zahri qotilni ko'payishiga qo'sh tirnoq ichida hissa qo'shib kelayotganlar bor. Joriy yilning 20-may kuni Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan Qoradori 2026 tezkor profilaktik tadbirlari davomida ana shunday holat fosh etildi. Ma'lum bo'lishicha, Bag'dod tumani Tuvadoq mahallasida yashovchi mana bu fuqaroning hovlisi ko'zdan kechirilgan vaqtida gulzorida jami 24 tup ko'knori o'simligini parvarishlab kelayotganligi aniqlangan. Tezkor tadbirlar davom ettirilib, yashash xonadoniga tutash bo'lgan tomorqasi ham ko'zdan kechirilgan vaqtda 29 kilogramm 701 gramm ko'knori o'simligini boshoqlari bilan birga saqlab kelayotganligi aniqlanib, xolislar ishtirokida tekshirib ko'rishlik uchun tegishli tartibda hujjatlashtirildi. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergov qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, agarda xotirjam yashashni istasangiz, yuqoridagi kabi giyohvand moddalarni bir tupini ham xonadoningizda bo'lishiga yo'l qo'ymang. Bu sizni qonun oldidagi javobgarlikka yetaklab borishi mumkin. Ushbu holat domiga tushganlarni taqdiridan esa xabardorsiz. Bunday salbiy holatlarga birgalikda kurashaylik, ogoh bo'ling.